Onasini bolasi bo'lgan erkaklar o'zini tinchlantirish uchun mana bu 3 ta niqob bilan o'zini oqlaydi. Birinchisi, jannat onalar oyog'i ostida deb dinni niqob qilish. Ular xotiniga zulm bo'layotganini ko'rsa ham, onamga qarshi chiqsam gunoh bo'ladi, men solih farzandman deb o'z qo'rqoqligini muqaddas qadriyatlarga o'rab olishadi. Ikkinchisi, xotin yo'lda bola belda deyish. Ular birovni avaylab o'stirgan qizini Allohning omonati emas, almashtirsa bo'ladigan buyum deb hisoblashadi. Va onam, qondoshim, xotinim esa begona deb o'z mas'uliyatsizligini haqqoniy qaror deb ko'rsatishadi. Uchinchisi, onamning tajribasi katta deyish. O'z oilasida mustaqil qaror qabul qilishga haybati va aqli yetmagan erkak, onam oilamiz yaxshiligini xohlaydi, xotinimni tarbiyalayapti deb oila tizimini butkul onasiga topshirib qo'yadi. Haqiqiy erkak onasini rozi qiladi, lekin o'z oilasini boshqarish uchun kimnidir ishorasiga qarab yashamaydi. Sizni eringiz bundan tashqari yana qanday bahonalarni vaj qilib keltiradi?